Assalomu alaykum. Siydik tosh kasalligi bilan og'rigan bemorlarimizni hozirgi muborak oyda, ro'za Ramazon oyida ro'za tutishlari uchun kerakli tavsiyalar. Misol uchun, suyuqlikning ichish miqdorini yetarlicha ta'minlash. Ya'ni iftorlik bilan saharlik orasidagi vaqtda kamida 2,5-3 litr suyuqlik qabul qilish kerak. Ba'zi bir manbalar aytishi bo'yicha 4 litrgacha suyuqlik ichish kerak. Keyingi tavsiya tuzli mahsulotlarni cheklash, ya'ni natriy xlor, osh tuzini cheklash. Tuzini kamroq qilib iste'mol qilish. Bu siydik tosh kasalligi bilan og'rishini kamaytiradi. Sababi osh tuzi bilamiz, siydik bilan ajraladi. O'zi bilan birga kalsiyni olib chiqadi. Kalsiy oksalat bilan og'rigan bemorlarimizni bu kasallikni kelib chiqishini tezlashtirishiga yo'l beradi. Bundan keyingi tavsiya oksalatli toshlarga bog'liq. Eng ko'p oksalat tarkibida bo'ladigan narsa bu ismaloq, yong'oqli mahsulotlar, shu kabi mahsulotlar bo'ladi. Toshning tarkibi urak tarkibli toshlar bo'ladigan bo'lsa, bunday bemorlarimizga qizil go'shtli mahsulotlarni cheklash tavsiya qilinadi. Bundan tashqari suv ichishni tavsiya qilganimizda bunga limon suvini, ya'ni limon sokini qo'shib ichish tavsiya qiladi. Hozirgi yuqorida sanab o'tilgan simptomlarga ko'ra davolovchi shifokor tekshiruvlar buyuriladi va bunga ko'ra sizga yordam berish mumkin bo'lgan davo choralari ko'riladi. Rahmat.